Matematika va ingliz tilidan tayyorlanib, bu yil iqtisodiyot yo'nalishiga o'qishga topshirmoqchi bo'lgan abituriyentlar uchun 10 ta oliygohga o'zimni taxminiy kirish ballarimni yozib chiqdim. Hozir bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Xo'sh, boshladik. Demak, iqtisodiyot yo'nalishi taxminiy kirish ballari. Birinchisi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti xuddi shu yo'nalishga bu yil 175 ball taxminiy kirish balli. O'zbekiston Milliy universiteti iqtisodiyot yo'nalishi, demak 170 ball bu yil ehtimoliy kirish balli. Keyingisi Toshkent davlat transport universiteti taxminiy kirish balli 140 ball. Toshkent davlat texnika universiteti iqtisodiyot yo'nalishi taxminiy kirish balli 145 ball. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali, mana shu universitetga ham juda ko'pchilik qiziqadi. Taxminiy kirish balli bu yil 150 ball bo'ladi. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, xo'p, iqtisodiyot yo'nalishi taxminiy kirish balli 140 ball. Keyingisi Samarqand davlat universiteti SAMDO, ya'ni biz bilgan, taxminiy kirish balli 150 ball. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti iqtisodiyot yo'nalishi taxminiy kirish balli 170 ball. TATU Toshkent axborot texnologiyalari universiteti iqtisodiyot yo'nalishi taxminiy kirish balli, xo'sh, 170 ball. Endi o'sha TATUning Samarqand filiali 130 ball bo'ladi bu yil. Bu men ko'rsatib o'tgan yo'nalishlar hammasi kunduzgi ta'lim uchun yozib chiqilgan. Keyingi oliygohlarda biz kechki ta'lim ham, boshqa yo'nalishlarni ham ko'rib chiqamiz. Izohlarda yozib qoldiring. Qaysi yo'nalish sizga qiziq, qaysi universitetlar sizga qiziq. Keyingi videolarda ham o'zimda bu yilga taxminiy kirish ballarini berib boraman. Bular hammasi ayrim statistikalarga asoslanib tuzib chiqilgan. Mana shu iqtisodiyot yo'nalishlarida bu yil